O'zbekiston fuqarosi, Tojikiston fuqarosi agar reyestrga tushganlar, granitsaga kirib chiqib ketyapti. Polniy vaziyat qanaqa bo'ladi? Mana shu reyestrga tushgan akalarimiz qani kirdi chiqdi qila oladimi yo qilmaydimi? Yaxshi kamati. Mana aka, Chelyabinskga yetib keldik. Taksi olib keldim mana. Reyestrga tushgan akalarimiz ham bor edi. Assalomu alaykum. Bugun 1-aprel Sankt-Peterburg Polkovadan granitsaga kirdi chiqdi akalarimiz ketdi. Akalarimiz reyestrga tushgan. Ana endi ko'ramiz akalar, o'shalar reyestrga tushgan akalarimiz dokument qila olmadi. Endi ular 3 oylikka kirdi chiqdi qilmoqchi. Kirdi chiqdi qila oladimi, yo'qmi? O'shani men sizlarga podrobni aytaman. Sankt-Peterburg Chelyabinskga akalarga mana kirdi chiqdiga bilet olgandik. Mana o'tyapti sök registratsiyada. Mana bugun Polkova aeroportida Eldor aka bilan sök registratsiyadan o'tib olamiz. Hammasi yaxshi. O'zbekiston fuqarosi, Tojikiston fuqarosi agar reyestrga tushganlar, granitsaga kirib chiqib ketyapti. Polniy vaziyat qanaqa bo'ladi? Mana shu reyestrga tushgan akalarimiz qani kirdi chiqdi qila oladimi yo qilmaydimi? O'shani vaziyatini sizlarga podrobni mana bugun ketadi, ertaga borib chiqadi, granitsaga boradi. O'shani sizlarga podrobni bitta misol kontent qilib ko'rsatib beradi. Hozir mana akalarimizmi? Mana bo'ldi. Mana hozir bu yerga kirib ketadi. Biz shu yerda yana akalarimiz keladi, ulardan o'tkazamiz. Nima bor, sizlar o'tib ketasizlar. Mana o'tib oldik. Yaxshi hammasi. Xavotirga o'rin yo'q. Eldor aka. Hammasi yaxshi ketyapti aka. Mana Eldor aka. Kelib oldik mana. Ajdan nizomga hech qanaqa tekshiruv yo'q. Xavotir olmangizlar. Kirib Eldor aka. Mana aka. Samolyotga chiqib olyapmiz mana aka. Bitta havasda. Mana aka. Samolyotga o'tirib oldik. Hammasi yaxshi o'tdi. Hech qanaqa qiyinchiliklar yo'q. Yaxshi o'tdi aka, hammasi. Eldor aka. Rahmat sizga. Assalomu alaykum Eldor aka. Mana aka, Chelyabinskga yetib keldik. Taksi olib keldim mana. Assalomu alaykum Eldor aka, yaxshimisiz aka? Mana aka o'tib oldik. Nasibamiz. Yaxshi ketyapmiz aka. Hammasi yaxshi, cho'tka bo'ldi. Nima aka? Chegaraga chiqib keldik. Hammasi yaxshi o'tdi aka. Chelyabinskdamiz hozir aeroportda. Yaxshi borib keldik. Yaxshi bo'lsin. Taksilar kutib oldi. Yaxshi borib keldi mana. Reyestrga tushgan akalarimiz ham bor edi. Yaxshi borib keldik. Hozir endi Twitterga qarab yo'l chiqyapmiz. Rahmat Eldor aka, ishlaringizga rivoj. Hammasi yaxshi o'tdi aka. Mashinangiz hammasi zo'r ekan. Akalar kirdi chiqdi bo'yicha bemalol murojaat qilaveringizlar. Eldor onlayn saviyasiga sizga. Chelyabinskda polniy taksilarimiz bor. O'zbekiston fuqarolari Samaraga borib kelsa bo'ladi. Va boshqa yo'nalishlarga bemalol biletlar olaveringizlar akalar. Bizning YouTube kanalimiz bor. Bemalol podrobni qo'yib ketamiz informatsiyalarda va WhatsAppda gruppamiz ham bor. Eldor onlayn saviyasiga siz murojaat qilaveringizlar. Adreslarimiz o'licha Debenkada, dom 27, korpus 1 joylashgan adresi. Onlayn, offlayn bilet xarid qilaveringizlar. Telefon raqamlarimizni bilasizlar.